Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Hozir karomdan mazali salat tayyorlaymiz. Mana shu shaklda karomni to'g'rab oldim. Endi esa ozgina tuz, har xil ziravorlar va ozgina уксус solib aralashtirib hammasini birgalikda ustini yopib dam oldirib qo'yamiz. Endi esa qolgan masalliqlarni to'g'rab olamiz, ya'ni bodringni. Endi esa qolgan masalliqlarni to'g'rab olamiz, ya'ni ko'katni. Endi esa sabzini tyorkadan o'tkazib olamiz. Mana hammasini to'g'rab tayyorlab oldik. Endi esa karomga solib birga aralashtiramiz va оливковое масло sovuramiz. Endi hammasini birgalikda yaxshilab aralashtiramiz. Mana azizlar, mazali salatimiz tayyor. Yoqimli ishtaha. Ham oson, ham mazali.